Hammaga assalomu alaykum. Elyorjonuz kanalining hurmatli obunachilari. 18-aprel 25-yil. 2025-yil. Telefon qilib ko'pchilik so'rayapti, savol berishyapti. Yo'l ochilgani yo'q, ochilsa xudo xolasa video qilaman deyapman. Kecha bittasi molxonangizni ko'rsating, quyonlaringizni ko'rsating, tovuqlaringizni dedi. Mana molxonam bo'm-bo'sh akalar. Yo'q, o'zimda ham mol yo'q. O'sha oxirgi kelganlarda o'ti ortgan, mana shu bo'ydan qoldi turibdi. Mol yo'q, yo'l ochilgan yo'q, qachon, qaysi kuni ochilishini ham hali birov bilmaydi, to'g'risi. Sabr qilamiz endi. Xudo xolasa ochiladi. Bugunmi, ertagami bir kun ochiladi. Ochilganda endi nasib. Xudo xolasa hammaga mol olib o'tamiz. O'zimga ham molim yo'q, o'zimga ham mol olaman deyman, yo'l ochilishini kutib, mana 2 oydan o'tdi, 2,5 oy bo'lyapti. Mana cho'jamaki. Bittasi video qilmay qo'ydingiz. Olib sotarlik qilayotganingiz uchun video qilayotgan ekansiz, bozorlarga chiqing dedi. Vaqtim bo'lgani yo'q, bo'shasam chiqaman. Endi harakat qilyapman, bo'shaganim yo'q. Bo'shasam xudo xolasa chiqib videolar qilaman. Quyonni ko'rsating degan akamizga mana bu kuyov bola Flanderga gibrid quyon olib kelganman. Bular hammasi 2 qat, xudo xolasa bir haftada tug'ishadi. Baq-baqalari chiqib bir haftacha qoldi. Mana shunda qolgan urg'och. Qochirib qo'yganman bo'g'oz uchovi ham. Bir haftaning ichida tug'sa kerak, uchovi birin-ketin tug'adi. Mana o'sha kuyov bola yana mani uylanaman deydi. U arendaga kelgan, arendaga birovdan bittasidan so'rab olibdi, akadan olib kelganman. Olib borib berishim kerak, vaqtim bo'lgan yo'q, olib borib berolganim yo'q. Gibrid bo'lib ketdi o'sha bo'lim bolalari ham endi. Ko'ramiz xudo xolasa. Kim uchundir qiziq, kim uchundir qiziq emas. Teplitsa ham mana turibdi. Rishotkalarni bu bitgan, tepasi temirlari bitgan. Shu ko'k tomonini divolini urib salafanini tortish kerak, ya'ni go'ng to'kib tayyor qilib qo'yganman. Hozir tovuq boqyapman buning ichida. Mana mayski cho'jamiz. Tayyor xudo xolasa. Mana mayski cho'ja. Oz qoldi ham. Bir hunarlarni ko'rsatadi. Cho'jalar ochirdim, ancha cho'jani sotdim. Mana bitta partiyadan o'sha o'zimga bitta xo'roz, bitta makiyon olib qo'yganman. Bu ham o'sha ertakilardan bitta makiyon. Qolganlari hozir bag'da bor yana. Makiyon bor, qiziqqanlarga beraman, sotaman yo'q. Arzonroq qilib. Mayda 6 ta makiyon, bitta xo'roz bor. Bu ham bitta partiyadan bir dona xo'roz olib qo'yganman. Qolgan hammasi makiyon. Kommentda yozishyapti. Telefon qilinglar 91 662 84 44. 6 ta makiyon, bitta xo'roz. Asha bitta kul makiyon bilan bitta qizil xo'roz qoladi. Bitta qaysilardandir qolgan qora makiyonlari bor mana sotiladi. Qiziqqani. Narxini aytmayman, kelishamiz. Telefon qilaverasizlar qiziqqanlar. Cho'jalar nima bo'ldi deysiz, hozir o'kataydi. To'xonadan ham ko'rsataman. Mana o'sha ko'rsatadigan laycha ham mashinday bo'ldi. Katta bo'ldi bu. Esli it bo'ldi. Shu akalar zerikib ketdim, o'zim ham Qirg'izistonga boryapman, bormayapman, bas boshqa ishlar bilan boryapman. Xudo xolasa yo'l ochilsa, yo'l ochildi deb video qilaman. Hamma kutyapti. O'zbeklar ham, qirg'izlar ham yo'l ochilishini kutyapti. Ko'pchilikda tirikchilik endi ochgani yo'q. Qirg'iziston yopgan, O'zbekiston bas attan-battan olib o'tyapti deb gapirishyapti. Hamma yo'q bo'lyapti. O'zimizni mollarni aylantirishib yuribdi. Endi o'tganlar ham bor. Kimdir qattandir yo'lini qilgan bo'lsa, olib o'tgan bo'lishi mumkin. Ko'p bo'lsa ham bitta, ikkita. Omadini bersin.
Men o'tganim yo'q. Dokumentalniy qachon bo'ladi? Keyin o'tib olib o'taman. Xo'roz bitta makiyom, bitta bosib yotibdi. Kultoy. Bu kishi 2 marta bo'yiga borib keldi. Joning sog' bo'lsin. Ana fevralskiy cho'jalar, fevralda oxirida chiqqan cho'jalar, mashalar qoldi hozir. Marskiylar bor, 4 ta partiya yana. Ettakilarni sotib bo'ldim, hammasini sotib yubordim. Bu ham bir ko'z. Bir ko'z xo'roz bu. Bu ham iyunskiy, bu martskiy edi. Ana so'raganlarga, qiziqqaniga, qiziqmagan odamga to'q. Etam rosa chiroyli bo'lib qoldi. Laycha ham katta bo'lib ketdi, yaxshi boquvdim. Qiziqmagan odamlar neto komment yozish shart emas. Bu xo'rozga qiziqqan odam o'zi biladi. Qiziqmagan odam polon piston gunoh pinoh deydi. Hamma o'zi uchun o'zi javob beradi. Mana shular ham fevralskiylar. Bitta xo'roz, bitta makiyom qo'yib qo'yganman. O'sha qo'yib qo'ymaganman, tanlanib o'sha ikkovi o'zimga qo'ygan. Ana qora xo'roz tayyor. Mayskiy mashina. Ozgina qoldi, xudo xolasa. Somon turibdi shunda, uni tomga bosgan somoni. Mayda silosini sotaman. Qoplab olib chiqib ber dedi. Mana turibdi mana shu yerda. Kecha yomg'ir yog'di, mana yomg'irda suvi ham tushdi o'sha tagida. Xo'p tashlayman. Endi qoplab sotib yuboraman buni. Yo'l ochilib qolsa kerak deb sotmayotgandim. 2 persep bor. 2 ta persepda bor. Qopini 18 mingdan 18 kilolik qilib olib chiqib beravering, olaveraman dedi. Ha, bo'pti dedim. Yomg'ir yog'ib qolib ketdim aytdi. Shu 2 persep oshiqroq 2 persepcha silos bor. 18 kilolik kimda qanaqa qaysidir rayonlarda, qaysidir nimalarda, viloyatlarda nech pulligini bilmayman. Menga yaqin joyda hozir kilosi 1000 so'm, 1100 so'm shunaqa atrofida. 18 kilolik qilib qoplab olib chiqib bering. 18 mingdan olaman deyapti. Ularni o'zini sotishi 20 ming, 21 ming o'shani sotishyapti 2 ming, 3 ming ustiga qo'yib. Bo'pti dedim, hali nima qilganim yo'q. Kimgadir zaril bo'lsa, silos bor. Sotib yuboraman endi. Iloji yo'q, molim yo'q. Yo'l ochilib qolsa sotmayman, qolib ketadi. Yo'l ochiladi, shuncha payt kutdim, endi buni baribir ochib qo'yganman, achitib nima qilaman. Sotib yuboraman endi. Ko'chada narxidan sal ozgina kamitib berib yuboraman. 18 mingdan endi kelishdi. Qoplab olib chiqib berish kerak. Aytdim, sal arzonroq berib, o'zingiz olib kelib, odam olib kelib qoplating desam, qoplatavering, rasxotingizga ham yordam qilaman dedi. Ha, bo'pti dedim, endi 2 kundan beri yomg'ir yog'yapti, turibdi. Kimgadir zarur bo'lib qolsa, 1-2 persep. O'zim olib chiqib ketaman deganga yo'lida kelishaveramiz. Prosta bu meni uyimga mashina kirmaydi. Shu yerdan qoplab yo aravachaga solibmi, xullas ko'chaga toshish kerak. Bitta muammosi shu. Yo'q. Pulini beraveraman desa, toshib ham beraveraman o'zim. Ana teplisi ham bitgan joyida qo'ygan. Endi kuzdan boshlaymiz shekilli. Ikki tomoniga duolini ursak bo'ldi. To'g'ri tushunasizlar, bo'shaganim yo'q, video qila olmayapman, chiqib harakat qilaman. Xudo xolasa sizlar uchun yengil bo'lsa ham video qilib berib turaman. Bozorlar ko'tarib ketib, hafsalalarim ham sovib ketdi. Hammani topganiga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ilohim yaxshi kunlarda ko'rishlik nasib qilsin. Video qilamiz, qolib ketmaydi. Mana shu bozor harakat qilaman. Bolalar boramiz dedi, prosta nimaga O'shga, Uchqunmol bozoriga boraman. Borib qolsak, chiroyli qilib video qilib beraman sizlarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.